Buxoro shahar elektr ta'minoti korxonasi tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Buxoro shahar elektr ta'minoti korxonasi tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida sohaga daxldor xizmatlarning ish sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha zarur choralar amalga oshirildi. Xususan, hududdagi barcha iste'molchilarga elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida 1257 kilometrdan ortiq elektr uzatish tarmoqlari hamda 879 dona transformator punktlarining 209.8 kilometrlik havo tarmog'i hamda 93 ta transformator mukammal ta'mirlandi. Buxoro hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan viloyatimizdagi 501 mingta iste'molchilarga, jumladan 470 mingta aholi iste'molchilariga, 31 mingta ulgurji iste'molchilariga 95 dona yuqori kuchlanishli podstansiyalar, 19 ming kilometr elektr uzatish tarmoqlari hamda 6500 dona transformator punktlari orqali elektr energiyasini yetkazib berib kelinmoqda. Kuz-qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyalarni qisqa muddatlarda bartaraf qilish maqsadida bir qator elektr qurilmalar zaxirasi yaratildi. Jumladan transformatorlar, 43 dona transformator, kabel mahsulotlari, transformator moyi, kabel muftalari va avtomat elektr qurilmalar zaxirasi yaratildi. Bugun soha vakillari yangilash, qo'shimcha quvvat zaxiralarini yaratish, xavfsizlik choralarini kuchaytirish hamda iste'molchilarga qulay sharoit yaratish orqali o'z oldiga qo'ygan vazifalarni izchil bajarib kelmoqda. Bu esa hududiy elektr tarmoqlari tizimining barqarorligi, aholiga uzluksiz va sifatli elektr energiyasini yetkazib berish yo'lidagi ishonchli qadamlardan biridir.